2025-yilning 1-yanvar holatiga Qashqadaryo viloyatining yalpi hududiy mahsulot hajmi joriy narxlarda 80 trillion 658 milliard so'mni tashkil etdi va 2024-yilning mos davri bilan taqqoslaganda 6,5% o'sdi. Viloyat korxonalari tomonidan 2024-yilda 39 trillion 488 milliard so'mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilib, sanoat ishlab chiqarish fizik hajmi 108%ni tashkil etdi. Mamlakatimizda statistika ma'lumotlari sifatini oshirish borasida hisobot topshiruvchi subyektlar o'rtasida profilaktika tadbirlari amalga oshirilyapti. Ana shunday anjumanlardan biri Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasida bo'lib o'tdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning 1-yanvar holatiga binoan viloyat bo'yicha doimiy aholi soni 3639,3 ming kishini tashkil etib, yil boshidan 78,7 ming kishiga yoki 2,2% ga o'sdi. Xususan 2024-yil uchun statistika dasturiga muvofiq yanvar-dekabr oylarida jami 615 ta statistika ishlari belgilangan hajm va muddatlarda bajarildi. Matbuot anjumanida blogerlar tomonidan ko'pgina savollar berildi va qiziqarli tarzda o'tkazildi. Bugungi matbuot anjumanimiz asosan Qashqadaryo viloyatining 2024-yil yakunlari bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari va 2025-yilda amalga oshiriladigan ishlarimiz, rejalarimiz to'g'risida bo'lib o'tdi. So'zga chiqqanlar tomonidan qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot, ya'ni xizmatlarning umumiy hajmi 44,293,5 milliard so'mni tashkil etib, 2023-yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 104,2% ga yetgani ta'kidlab o'tildi. Qashqadaryo viloyatining 2024-yil yakunlari bo'yicha iqtisodiy, ijtimoiy ko'rsatkichlar mavzusidagi matbuot anjumani savol-javob shaklida bo'ldi. Kelgusidagi rejalar tuzib olindi.